Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun 3-tipdagi operatorlarimizni ko'rib o'tamiz. Mantiqiy operatorlar. Xo'p, mantiqiy operatorlarda ko'rishingiz mumkin. Mana bunday ikkita va degan belgi bor. Bu ma'nosi va degani. Ikkita turadi va ikkita to'g'ri chiziq bor. Bu yoki degani ma'nosi va bu emas degan inkor ma'nosini beradi. Inkor mantig'ini beradi. Xo'p, keling, yana ko'rib o'tamiz. Misolda ko'rib o'tamiz. Ansov.log'ga birinchi o'rinda vaga ko'ramiz. Keling, bitta misol ko'rib o'tamiz. Misol uchun siz qaysidir restoranga kirdingiz. Restoranda o'zingizga bitta kofe va bitta qanaqadir shirinlik buyurtma qildingiz. Ikkalasi ham sizga bo'lishi kerak u narsalar. Ofitsiant sizga ikkalasini ham olib kelsa, sizning talabingiz to'liq qondirilgan bo'ladi. Demak, mantiq 100% o'zini ishlagan bo'ladi. Ya'ni mantiq bu yoqda 100% ishlagan bo'ladi. Demak, biz o'sha narsani vaga ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ikkala sizning talabingiz ham to'liq amalda bo'lishi kerak. Misol uchun, keling bitta o'zgaruvchi olamiz. Let is married is married, ya'ni turmush qurganmi? False. Yana bitta is graduated deymiz. False. Ya'ni bu turmush qurmagan va qanaqadir universitetni deylik tugallanmagan. Xo'p, bu yoqqa yozishimiz mumkin. Is graduated va is married. Bu ikkalasi ham nima qaytadi? Keling ko'rib olamiz. Ikkalasi ham false qaytadi. Chunki bizning ikkala talabimiz ham qanoatlanmadi. Endi bu is married true bo'lsa va is graduated false bo'ladigan bo'lsa-chi, bu yerda ham ikkala talabimiz qanoatlantirmadi. Chunki biz ikkalasini ham true bo'lishini xohlaymiz. Ya'ni ikkalasi ham bu yoqda true bo'lishi kerak. True. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa true qaytdi. Ya'ni is graduated true va is married true. Agar ikkalasi ham true bo'ladigan bo'lsa, mana shu to'liq mantiq bizga true qaytadi. Bu vaning asosiy nima desak bo'ladi? Xususiyatlaridan biri, ya'ni uning atrofidagi elementlar barchasi true bo'lishi kerak. Agarda bitta false bo'lib qolsa ham va bizga xato qaytaradi. Keling, misol uchun yana bitta va qo'shib buni false deb qo'yamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. False qaytdi, chunki biz uchala talabni ham xohlaymiz true bo'lishini, lekin bittasi false bo'lib qolsa, butun boshli logikamiz false qaytarar ekan. Demak, vaga tushundingiz deb o'ylayman. Endi or bu nima desam bo'ladi? Agar bu talab true bo'lsa, bu ham true bo'lsin, lekin shart emas. Ya'ni buni o'zi true bo'lgani yetarli degan ma'noda deyishimiz mumkin. Misol uchun, is married true bo'lsa, agar turmush qurganligi true bo'lsa, is graduated false qo'yamiz. Ya'ni hali misol uchun tamomlamagan universitetni, lekin turmush qurgan. Bu yerda mantiq nima bo'lyapti? True bo'lyapti. Chunki bu rozi is married true bo'lgani bunga kifoya va bu shart emas. Endi false bo'lsa ham, true bo'lsa ham bunga qiziqmas, chunki o'sha bunda is graduated true degan narsa bor. Teskari qiladigan bo'lsak ham xuddi shu holat. Xo'p, agar orni xususiyati shuki, mantiq ichida bittagina unga true qaytadigan narsa bo'lsa, element bo'lsa, bo'ldi. Demak, elementimiz true qaytadi. Qachon false qaytishi mumkin? Qachonki ikkalasi ham false bo'lsa. Mana ko'rishingiz mumkin, false qaytdi bu yerda. Demak, bu orga misol ekan va notni qo'yamiz. Keling, notni shuni o'zida ishlatib ketishim mumkin. False, not degani inkor ma'nosini beradi. Agar false
false mantiqqa notni qo'ysam, bu уже true bo'lib qoladi. Keling, misol uchun mana bunday ikkalasiga mantiq qo'yib qo'yaman. Keling, bittasiga qo'yib qo'yaylik. Bu hozir false edi. Bu bilan inkor ma'nosi bilan nima bo'lib ketdi? True'ga aylanib ketdi. Ya'ni is graduated false, ya'ni tamomlamagan va tamomlamagannikiga yana inkor qo'shyapti. Tamomlagan emas degan ma'noda ma'no chiqyapti bu yoqda. Tushundingizmi bo'layman. Bu yoqda true qaytadi, chunki o'sha mana bu bizni true qaytaryapti. Inkor ma'nosi shunaqa, ya'ni false bo'lsa, false'ga berilsa true aylantiradi, true'ga berilsa false'ga aylantirib yuboradigan narsa hisoblanar ekan. Xo'p, mana true. Ko'rdingiz, ikkalasi ham false edi. Bu ikkalasini ham bu inkor ma'nosi true'ga aylantirib oldi. Xullas, mana shu bizda mantiqiy operatorlar edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha